Ming yursangiz ham baribir Allohni aytgani bo'lar ekanda, to'g'risi. Allohga shukr, Qorasuvdagi obyektimizni ham aniqlab topshirib bo'ldik egalariga. Yorug' yuz bilan. Bitta narsaga amin bo'ldim, har doim ham bizlar aytgan narsa bo'lavermas ekan. Chunki mana shu meni obyektim va yana bundan tashqari ikkita obyektim yo'q. Bu yana bitta obyekt. Aytgan vaqtimizdan bir oydan beri kechikyapti. Bunga bir ma'lum o'zimizni ayblarimiz bor, sabablarimiz bor. Har doim ham bizlar istagandek narsa bo'lavermas ekan. Bu ma'lum miqdorda o'zimga ham dars bo'ldi. Ishonch hosil qildim bu narsaga ham. Bundan keyin vaqt aytishda ham yoki faqat o'zimni kuchimga yoki bilmadim, o'zimni aqlimga tayangan holatda emas, hamma narsani hisob-kitobni olib turib, ming yursangiz ham baribir Allohni aytgani bo'lar ekanda, to'g'risi. Bu ikkinchi obyektimiz. O'sha yil davomida topshirgan obyektlarimizning soni aytaylik 50 ta 40 ta bo'lsa agar, ikkinchi obyektimiz aytilgan surog'imizdan kech qolyapti. O'shuning uchun biz ham nima deydi, o'zimizni maqtab nima qilmaymiz. Bor narsani boricha ko'rsataman. Hatto odzuflar berdilar, odzufga ham aytib o'tganman. Aytib o'tganlar kech qolishimiz haqida. Shunaqa gaplar har doim ham biz aytgandek bo'lavermas ekan. Samiqlarni mijozimiz bizdan rozi. Chiroyli uylarini topshirdik. Bunga ham bizlar juda xursand. Salomat bo'linglar. Yaxshi qolinglar.